Bugun biz Cho'lponning mashhur Kecha va kunduz asari haqida suhbatlashamiz. Bu asar ko'pchilikka tanish nom bo'lsa-da, uning asl mohiyatini hamma ham chuqur anglab yetmagan. Chunki Kecha va kunduz shunchaki bir sevgi hikoyasi emas. Bu jamiyat inson taqdirini qanday qilib asta-sekin sindirishi mumkinligini ko'rsatib bergan og'ir va o'ylantiruvchi asar. Asar voqealari 20-asr boshlarida Turkiston hududida kechadi. Bu davr jamiyat qat'iy urf-odatlar, qo'rquv va mansab egalarining hukmi bilan yashardi. Insonning shaxsiy tanlovi, ayniqsa ayolning ixtiyori deyarli e'tiborga olinmas edi. Cho'lpon aynan mana shu muhitni tasvirlab, jamiyatning tashqi tartibi ortida yashiringan adolatsizliklarni ochib beradi. Asarning markazida Zebi obrazi turadi. Zebi sokin, pokiza, ko'ngli toza, ortiqcha da'vosi yo'q yosh qiz. U hayotdan faqat tinchlik, hurmat va mehr istardi. Ammo Zebi yashayotgan jamiyat bu orzularni tan olmaydi. Chunki bu jamiyatda ayolning taqdiri uning o'ziga emas, boshqalarning qaroriga bog'liq edi. Zebi o'z xohishiga qarshi holda Akbarali mingboshiga turmushga beriladi. Akbarali jamiyatda mavqega ega, so'zi o'tadigan, o'zini haqli deb biladigan shaxs. Uning hayotida muhabbat emas, hokimiyat muhim. U uchun nikoh insoniy yaqinlik emas, balki tartib va nazorat masalasidir. Shu sababli Zebi uchun bu nikoh baxt emas, balki ruhiy qamoqqa aylanadi. Zebi tashqi tomondan itoatkor ko'rinadi. U qarshilik qilmaydi, baland ovozda shikoyat ham qilmaydi. Ammo uning ichki dunyosida og'ir iztirob yashaydi. Cho'lpon aynan shu jimlik orqali Zebining fojiaviy holatini yanada kuchliroq ko'rsatadi. Bu jimlik minglab ayollarning ovozsiz faryodiga o'xshaydi. Asarda Mir Yoqub obrazi ham muhim o'rin egallaydi. Mir Yoqub o'qigan, fikrlaydigan, jamiyatdagi adolatsizlikni anglay oladigan yigit. U Zebi taqdirini ko'radi, unga achinadi, ich-ichidan norozilik his qiladi. Ammo Mir Yoqubning eng katta muammosi shundaki, u biladi, lekin harakat qila olmaydi. U jamiyatga qarshi chiqishga jur'at qila olmaydi. Cho'lpon Mir Yoqub obrazi orqali shuni ko'rsatadiki, faqat haqiqatni bilishning o'zi yetarli emas. Agar inson adolatsizlikni ko'rib turib sukut saqlasa, u ham bilmagan holda zulmning bir qismiga aylanadi. Mir Yoqubning ikkilanishi va ojizligi Zebining taqdiriga bevosita ta'sir qiladi. Asarda jamiyat alohida, kuchli bir obraz sifatida gavdalanadi. Bu jamiyatning aniq yuzi yo'q, ammo uning bosimi har bir sahifada seziladi. Odamlar nima deydi degan qo'rquv ko'pchilikni jim yashashga majbur qiladi. Shu qo'rquv tufayli adolatsizlik oddiy holga aylanadi. Akbarali mingboshi ham aynan shu jamiyat mahsulidir. U o'zini yovuz deb hisoblamaydi, chunki jamiyat unga qarshi chiqmaydi, aksincha uni qo'llab-quvvatlaydi. Jazosiz qolish hissi uni tobora sovuqqon va befarq qiladi. Shu tariqa hokimiyat insonni asta-sekin insoniylikdan uzoqlashtiradi. Zebi esa bu tuzum ichida tobora yolg'izlashib boradi. Uni o'rab turgan ayollar ham ko'pincha yordam bera olmaydi. Chunki ular ham xuddi shunday qo'rquv va bosim ostida yashaydi. Onalar qizlarini himoya qilishni xohlashadi, ammo jamiyat hukmidan cho'chishadi. Natijada zulm avloddan avlodga o'tib boradi. Kecha va kunduz asari o'quvchiga tayyor xulosa bermaydi. Cho'lpon hech kimni ochiq ayblamaydi, baland ovozda hukm chiqarmaydi. U voqealarni sokin, lekin juda og'ir ohangda tasvirlaydi. Shu sababli o'quvchi o'zi xulosa chiqarishga majbur bo'ladi. Asarning nomi ham ramziy ma'noga ega. Kecha bu jaholat, qo'rquv
va urf-odatlarning hukmronligi. Kunduz esa ong, adolat va insoniylik timsoli. Ammo asarda kunduz hali to'liq kelmagan. U faqat umid sifatida mavjud. Asarning yakunida aniq bir baxtli yechim yo'q, chunki bu asar taskin berish uchun yozilmagan. Cho'lpon o'tmishdagi xatolarni ko'rsatib, kelajak haqida o'ylashga undaydi. Kecha va kunduz bizdan bitta savolni so'raydi. Biz hali ham kechada yashayapmizmi yoki kunduzga sari qadam tashlay oldikmi? Bugun ham bu asar o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Jamiyat bosimi, ayol erkinligi va inson tanlovi masalalari hanuz dolzarb. Shu bois kecha va kunduz faqat o'tmish haqida emas, balki bugun haqida ham hikoya qiladi.